Termiz davlat pedagogika institutida Milliy armiya, ona yurt qalqoni, tinchligimiz posboni shiori ostida harbiy vatanparvarlik tadbiri bo'lib o'tdi. Unda ta'lim muassasasining professor-o'qituvchilari, talabalar, harbiy orkestr jamoasi hamda iste'fodagi harbiy xizmatchilar ishtirok etishdi. Harbiy orkestr jo'rligida O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlangan bayramda so'zga chiqqanlar O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar tashkil etilganligining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan yig'ilganlarni samimiy muborakbod etishdi. Shundan so'ng talabalar tomonidan ona yurt, tinchlik, vatanparvarlik ruhidagi she'r va qo'shiqlar kuylanib, institutning chaqiriqgacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalari tomonidan tayyorlangan jangovar chiqishlar namoyishi tomoshabinlarga o'zgacha ruh baxsh etdi. Bu tadbirda biz 2-kurs musiqiy ta'lim yo'nalishlari o'quvchilari leytenant qo'shig'ida ijro etdik raqslarimiz bilan. Bugungi tadbir juda ham zo'r bo'lib o'tdi. Bu yerga general faxriylarimiz tashrif buyurishdi. Men 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan barcha O'zbekistonimizni qo'riqlayotgan yigitlarimizni va ustozlarimiz, aka-ukalarimni chin qalbimdan tabriklab qolaman. O'zbekiston Respublikasi veteran jangchi faxriy va nogironlar birlashmasi viloyat kengashi mas'ullari ham so'z olib, sana munosabati bilan tadbir ishtirokchilarini muborakbod etdi. Kasbiy va ilmiy faoliyatlarga zafarlar tilashdi. Shundan so'ng bayram bahonasida oliygoh miqyosida o'tkazilgan sport musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan yoshlarga hamda institutda faoliyat yuritayotgan nafaqadagi harbiy xizmatchilarga esdalik sovg'alari topshirildi. Sanaga bag'ishlangan sport musobaqalarimizda professor o'qituvchilarimiz o'rtasida milliy futbol va shaxmat musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan ustozlarimizni bugun tadbirda taqdirlandi. Undan tashqari ko'p yillar vatan himoyasida o'zini bag'ishlagan, hozirgi kunda nafaqada bo'lgan professor o'qituvchilarimizni ham institut rektori tomonidan taqdirlandi. Bayram juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi. Ushbu tadbirlarimizni o'tkazishimizdan maqsad talaba yoshlar o'rtasida vatanparvarlik ruhini singdirish, vatanga bo'lgan muhabbatini, sadoqatini yanada oshirishdan iborat. Bu kabi tadbirlar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda harbiy bilim va ko'nikmalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.